Hisobot 14-kvartaldagi do'konimizdaman va ushbu juda ham katta skidka narxdagi shimlarimizni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Qizlarjonlar, ko'rishingiz mumkin. Bularimiz shim, lekin yubkaga o'xshab turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Kengligi juda ham zo'r, razmerlarimiz standart. Materiali lion qizlar, cho'ntak qismlari bor. Shunaqa neobычный rasvetkalari bo'lsa, bir-biridan chiroyli trend va rasvetkalarda narxlari bo'lsa 170-180 ming emas, atga 75 ming so'm evaziga do'konimizga kelib yoki onlayn tarzda xarid qilsangiz bo'ladi. Ikki xil modeli bor, ya'ni birinchi modeli shunaqa cho'ntak qismli model bo'lsa, ikkinchi modelimiz mana bu yerda belbog'i bor bo'lgan modelimiz. Ko'ryapsizlarmi? Lekin qizlar nerealniy narxda, bularimizni уже bitta o'shab ko'rsanglar ham, voy nahotki deb qolasizlar-da. Bundan foydalanib qolinglar. Uçib sotilyapti bularimiz. Obzor qilishga uspet qilmayman. Mana bundan уже qizlar 3-mi, 4-chi marotaba kelishi, lekin men endi obzor qilib beraman, chunki obzor qilinmasidan oldin tugab ketyapti. Uspet qilib olinglar.